turibni ovqat bilan iste'mol qilsak, bizni o't haydovchi xususiyatimiz aktivlashib ketadi. Ovqatni hazm qilish jarayoni cho'tkilashadi. Ya'ni turibni tarkibida shunday moddalar borki, o'tni tabiiy ravishda jilchigon xususiyati bilan tez oqib ishlab chiqarib tozalanishiga ta'sir ko'rsatadi. Mana misol uchun allohol deysiz, karsel deysiz, u deysiz, bu deysiz. Agar siz kuniga bir mahal bo'lsa ham ovqat bilan yarimta turibni iste'mol qilsangiz, sizga hech qanaqa o't haydovchi mahsulotlar, dorilar, kimyoviy ravishda tabletkalar hojati bo'lmaydi. Demak, birinchi foydasi o't qopiga bo'lsa, ikkinchi foydasi turibni ovqat bilan iste'mol qilish jigari tiklanishiga, jigari himoyalanishiga, jigari yaltirab ketishiga, rahmat-oy deb sizga tashakkurlar bildirishiga sabab bo'ladigan jigarga shifo ta'siri bor. Nega? Negaligi bu ovqatdagi yomon sifatli trans yog'lari, yomon sifatli xolesterinlarni o'zi bilan birga ushlab ko'chaga olib chiqib ketadi. Antioksidantli xususiyati ham bor. Shlaklarni yuvib ketadigan ta'siri ham bor. Kletchatkasi tarkibida tolalar yuqori bo'lganligi uchun hazm jarayoni bilan ichaklari motorikasini va ichaklari orasidagi oldinroq yegan mahsulotlaringizni, chiqindilarni olib chiqib ketadigan xususiyati bor. Qarang. Ana shuning uchun jigarga boradigan toksinlar kamayganligi natijasida turibni iste'mol qilgan odamlar jigari o'zini o'nglashni boshlaydi. Tez turibni yeb yurgan odamlar hamisha jigari, o't qopi yaxshi ishlab turadi, hazm jarayonlarida muammosi bo'lmaydi, qabziyat bezovta qilmaydi. Sababi yuqorida aytgan shifo ta'sirlari. Azizlar, shu o'rinda eslatib o'taman, doktor Ishchanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana J harfiga kirib, jigar sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Klinik qo'llanmalar, tadqiqotlarga asoslangan holda ma'lumotlar to'planmasi bor ichida. Shu o'rinda mana O harfiga kirib, o't qopiga tegishli bo'lgan barcha turdagi mavzularni bafurja ma'lumotlarini, kasalliklar haqida, ular belgilari, ko'rinishi, sabablari, davo choralari, asoratlari, dorilari, tabiiy yoki tibbiy malhamlari barchasi sizga tushunarli tilda O't Ido ushbu innovatsion mobil kitobimizda yozilgan. Innovatsion mobil